Assalamu alaykum qarindoshlar, ko'rayotganinglar cho'g'liq yiroq musobaqa huquqi 10 bob darsligi. Biz oldingi 9 bob darslikdan so'zlab tugatib bo'lgan yangi darsliklarga hozir masob so'zlaymiz. Amaliyotda yangi darsliklarni men 6 bob 88 qism atrofida darsni so'zlab chiqib bo'lgan. Uninki formatini tangshash darslarni bir qator yani ko'rib chiqish jarayonida darslarniki sifatsiz chiqib qolganligini. Yani mimarlarning ovozi, telefonning ovozi qatorliq bir qator shovqin ovozlarniki qitilib qolganlik sabab tufaylidan qaytadan ishlashga to'g'ri keldi. Shunga hozir darslarni men qaytadan ishlab chiqmoqchi. Dars bizning 10 bob funksiya qismi. Funksiya qismini biz kontrol qurilmalarning so'ziga vaqtida bir qator so'zlagan, yine qo'shish, ko'paytirish, bo'lash qatorliq 4 amalniki funksiyasini yozishni biz oddiy qilib o'rganib o'tgan. Bu soatda biz funksiya haqida texmi cho'nqurlab o'tilmoqchi. Dars so'zlashni burun aytib qo'ydigandak bir ish gap. Birisi bizniki bo'loq, ya'ni PHP'ning mulozim turini, ya'ni PHP'niki muhitini tashlaydigan bo'loq. WAMP serverga almashdi. Buningki hamda nimishqa deganda eng yaxshirog'i ShamPP. Unga qolsa WAMP server. Bu ikkinchi o'rin turayotgan bo'loq. ShamPP'ni ishlasakmi, WAMP'ni ishlasakmi yoki men dastlablam o'tib ketgan IPM server shuni ishlataversakmi bo'ladi. Bunda cho'ng masala yo'q. Ikkinchi birisi bo'lsa bizningki PHP'lik programlarni laylab chiqadigan yumshoq detalimiz Zen Studio'dan hozir men NetBeans ishlatman. Buningdan nima uchun almashdingiz deganda bu bo'loq bo'lsa IPM server qolganda yaxshiroq. Buning ustiga boshqarish qulay bo'lganligi sababli men buningdan WAMP serverga ko'chdim. Ikkinchisi esa nima uchun Zen Studio'dan NetBeans ko'chdingiz deganda NetBeans bo'lsa Java tili, C++ tili, andan keyin HTML, JavaScript, bizniki PHP tilimiz HTML qatorliq nurg'un tillarni qo'llaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab bunda biz Androidlik, Java'lik, PHP'lik programlarni tuzishga bo'ladi. Bundaq bo'lgach, meniki burun ham Java, ham Android, ham PHP bundaq yumshoq detallarni men bir qadar kengaytib o'tgan bo'lgachqa, kompyuterim qattiq detali saplimizda bir qadar to'van. Ammo qachligan yumshoq detallar bir qadar ko'p bo'lgachqa, surat bir qadar osib qolgan. NetBeans'ningki almish sababmi shu. Bu NetBeans bo'lsa Androidlik, Java'lik, PHP'lik bundaq nurg'unlagan programmalarni tuzishga bo'ldigan yumshoq detal bo'lgachqa men vaqtincha NetBeans'ga almashtirdim. Ammo sizlar maxsus PHP program laylashni o'rganguchilarga mening tavsiya qilganim yana Zen Studio shu. Zen Studio'ni sizlar ishlataversanlar bo'ldi. Menga ergishib bundaq almashtirishninki hojati yo'q. Men faqat o'zimning kompyuterimniki qattiq detal saplimlarga biqiblarkanda amal bo'lmagan uchun men shuni almashib oldim. Ammo sizlar Zen Studio'ni ishlataversanlar bo'ldi. PHP programmalarni laylashda Zen Studio'dek yaxshi yumshoq detal yo'q. Yoki biz shu butun mamlakatda yoki butun dunyo miqyosida Zen Studio'dan bo'lsa PHP'ningki programmalarni laylashda eng yaxshi detal deb qaralib kelmoqda. Chunki nimishqa deganda PHP'ni ZenScript'ni hozir ta'minlab ZenScript'ni bir qo'lliq kuchayotgan bir program laylashdilar. Zen Studio bo'lsa naq shu PHP'ni ichib ta'minlab bergan shirkat tarafidan tuzilgan yumshoq detal. U odatda Zen Studio'ni yumshoq detal bo'lgandami yana qandoq deganda Jammer'ning ikkisining asosi farqlandi. Jammer bo'lsa bir universal yumshoq detal. Zen Studio bo'lsa PHP'ni maxsus ich muhiti yoki uni PHP'lik programlarni tuzish ishlagan yumshoq detal deb qarasak bo'ldi. Zen Studio'ning ishidan chiqmay turib sandanni boshqarishga, sandanni qurishga shu PHP'lik programlarni tuzish bo'ldi. Muqarrar bo'lgan, muqim bo'lgan shu Zen Studio'dan chiqmay turib ham ishni Zen Studio'ning ishidan qilib bo'ldi. Shuningdek Zen Studio'ning kuchi PHP'lik programlarni tuzishga qaraganda yoki PHP'lik program tuzishda Zen Studio'ningki kuchini nihoyat yuqori, ixtiyor to'liq mukammal deb qarashga bo'ldi. Bu yerda NetBeans almashiningki va bu bo'loqni almashtirishninki hech qanday hojati yo'q. Men faqat shu kompyuterimningki qattiq detal
seplarni ko'z tutgan holatda almashtirib qo'ydim. Shuningdek, sizlar bek almış yuz berib turdi deb hayron qolmasanlar bo'ldi. Undaq bo'lsa biz darsimizga kelsak, darsimizning 10-chi bobi funksiya qismi. Funksiya qismini biz o'rganishdan burun oldin qismlarda biz o'rganib o'tgan funksiyalarni bir takrorlab o'tsak. Yani biz oldin qismlarda qanday funksiyalarni o'rgangan deganda bizningki sonliq ma'lumot tipiga oid funksiyalarni o'rganib o'tgan vaqtimizda sonliq ma'lumot tipiga oid funksiyalardan is set funksiyasi. Bu qanday funksiya deganda, ya'ni bu bo'lsa bizningki ma'lum bir o'zgarish miqdorining qiymatining boyak yo'qligiga yoki ma'lum bir o'zgarish miqdorining qurilgan qurilmaganligiga hukm qilishadigan funksiya. Undan boshqa qanday funksiyalarni o'rgandik deganda, undan boshqa onset funksiyasi. Bu funksiya qanday qiladi deganda, bizga bu funksiya bo'lsa ma'lum bir o'zgarish miqdorining qiymatini yo'q qiladigan yoki ma'lum bir o'zgarish miqdorini ishga saqlag'ishdan chiqib tashlaydigan bir funksiya. Undan so'ng biz o'rgangan funksiyalarimiz oldiga is keladigan. Ma'qul funksiyadan biz 10 ga yaqin funksiya o'rgangan. Ya'ni is integer, is float, is double, is string, is array, is numeric degandek bir qanday funksiyalarni o'rganib o'tgan. Men bundan is numericni yozib qo'yashtiray. Bu bir is oldiga mundaq qilib kelib is andan men asnosida kelgandan ma'lum bir tipliq o'zgarish miqdorimi yo'qmi? Ma'lum bir tipliq o'zgarish miqdori bo'lsa, true, ya'ni rost degan qiymat qaytardi. Ma'lum bir o'zgarish tipliq mushu ma'lum bir tipliq o'zgarish miqdori bo'lmasa, false degan qiymatni bizga qaytarib beradi. Undan boshqa tiziq tipliq, ya'ni tiziqqa oid funksiyalarni qanday deganda eng muhim bo'lgandan chain, ya'ni o'ng va so'l tarafdagi bo'shliqni tozalash va yoki o'ng va so'l tarafdagi ko'z burilgan ma'lum bir bilgini tozalash ilib boradigan funksiya. Ikkinchisi bo'lsa biz eng oddiy o'tgan strlen funksiyasi. Strlen funksiyasi bo'lsa tiziqniki uzunlikni tepishtiradigan funksiya. Undan boshqa substr bu bo'lsa kesib olgan, ya'ni tiziqni kesib olgan funksiya. Biz eng oddiy qilib shularni o'rgandik. Lekin gruppaga oid, ya'ni sonlar gruppasiga oid funksiyalardan qanday o'rgandik deganda, buningki bir o'lchamlik sonlar gruppasining uzunligini tepishti bo'lsa count. Ya'ni bir o'lchamlik sonlar gruppasiningki elementninki son tepishtiradigan funksiya count. Undan boshqa array. Lekin array pop. Ya'ni bu qanday eng oxirdagi bir tal sonlar gruppasining eng oxirdagi bir tal elementga erishish funksiyasi. Undan boshqa array push. Bu bo'lsa sonlar gruppasiningki eng oxirga bir tal element qitish funksiyasi. Biz shundaq mayli sonliq ma'lumotlarning tipiga oid bo'lsin, mayli tiziqqa, mayli gruppaga oid bo'lsin funksiyalarni o'rganib o'tgan. Hamda biz hatto qo'shish, ilish, ko'paytirish, bo'lash. Bularningki funksiyasini biz iqim kontrol qilish darsligida biz tuzib chiqib bo'lgan. Undaq bo'lsa biz mushlarni bir eng oddiy usulda bir takrorlab o'tib o'tgandan keyin o'zimizniki mushu 10-bobliq darsimizniki rasmiy, ya'ni asosiy qismiga qaytib kelamiz. Undaqda biz eng oddiy bo'lgan funksiyalardan boshlab bir o'rganib o'taylik. Iset funksiyasi, birinchi funksiya. Iset funksiyasi bo'lsa, ma'lum bir o'zgarish miqdorininki qurilgan yoki qurilmaganligiga hukm qiladigan bir funksiya. Ma'lum bir o'zgarish miqdorininki qurilgan yoki qurilmaganligiga hukm qiladigan funksiya. Biz bu funksiyani birasda bet yuziga urib chiqarishga bo'ladi. Masalan, bu funksiyani urib chiqarganligimiz uchun bevosita biz funksiyasining ismini yozsak bo'ladi. Bu yerga o'zgarish miqdor p ni qo'yib beray. Bevosita biz urib chiqarsak bo'laveradi.
Bunu mən saqlayatkandan keyin icra qilib o'tsak, buniki yana NetBeans'ninki bu saat dersimiz biz oxirdagi funksiyalardan tuzib o'taylik. Yani tanışıp çıkayla. Yani bizninki isnomeric. Bu isnomeric nima so'zlab o'tmay. Bu yerdagi str bilan sub str mush ikki funksiyani biz mush soatimizda bir tanışıp çıkayla. Bu ikki funksiyani biz tanışıp chiqishimiz uchun, ya'ni bizniki Uyg'urcha xatlarimizni tonish uchun biz bu yerga bir eng oddiy holatdagi meta belgisini qo'yib o'taylik. Yani bizning Uyg'urcha xat yozsaqmi, biz cho'qim to'liq chiroyli bat yuziga chiqish uchun shu belgini men hozircha qo'yib o'tkazib turay. Andaqda mana izohat jumlalarni men yo'q qilib o'tib, programni yozishga boshlab kirdim. Bizningki bu yerdagi birinchi o'rganmoqchi bo'lgan funksiyamiz bo'lsa strlen, ya'ni chiziqninki uzunliqni topadigan funksiya. Ikkinchisi bo'lsa sub str. Bu bo'lsa chiziqni kesib oladigan funksiya. Mush ikki funksiyani biz oddiy holatda bir o'rganib o'taylik. Men old bilan ma'lum bir o'zgarish miqdorini ilib, uningga mushuni bir shundoq chiziq holatda, ya'ni men bu yerda da bir chiziqni belgilab, uningki mush bir chiziqninki uzunligini men bevosita chiqarib o'tay. Yani strlen funksiyasi orqali bevosita chiqarish bo'ladi. Bu mush holatda chiqarib o'tdim. Buni saqlab o'tgandan keyin icra qilib o'tay. Icra qilib o'tsam 13. Yani bu yerdagi 13 deb nerede keldi deganda, bu yerdagi men bo'lsa 3. Araliqning bo'shliq bilan 4 bo'ladi. 4 bo'ldi. Lekin bu bo'lsa 2 6 bo'ladi. Bu yerda bir bo'shliq bor. Shuning bilan 7 bo'ldi. Yerda degani yerda 5 7 5 12 bo'ldi. Bu oxirida bir tal bo'shliq bor. Shuning bilan 13 chiqdi. 13 chiqdi. Agarda bu yerda hozir 13 chiqqani bo'shliqning biriga hisob, ingliz tilidagi harfning biriga hisob, shundan 13 chiqdi. Endi men bu yerda navoda xanush yazsam, xanush xatda qanday ko'riladi deganda, xanush xatda buni biz sinab boqaylik. Bu yerda normal ko'rilmadi. Normal ko'rilmaslikda ozroq sabab bor. Buni qilsak 6. Yani mishalik ma'nosi Jongo deb yozgandan bu normal ko'rilmadi. Bu normal ko'rilmaslikda biz mishani JBK yoki JBK yoki JB 2312 qilib tashlasak bo'ldi. Bu yana bu yana ko'rilmadi. Men shu xanjish xatlarniki rang altini ahvolini qilganda ashani tashlashdan bo'ldik. Onda qolsa bo'ldi, biz buni xanjishni tashlab o'tmay, bizniki Uyg'urcha yozgan bo'lg'achqa Uyg'urchani bevosita holda men tashlab o'tay. Ondan men bu yerga navod kerak. O'zimning ismimni yozsam, o'zimning ismimni yozib chiqarib boqsam. Bu qancha chiqdi ekan? Buni biz bir ko'rib o'taylik. Bu 13 chiqdi. Amniyatda bu aniqlikin 6 taraf. 6 taraf. Par degani 3, had degani 3, 6 taraf. Ammo bu yerda 13 chiqib qilishning mundaq bir yo'li bor.
Bu yerda eng oxirida bir tal bo'shliq qo'yilib qolgan. Buni bu yerda bir tal bo'shliq qurilib qolgan. Bu bo'shliqni albatta birga solib chiqarib etgan. Buni men eng oxirgi bir bo'shliqni hozir yo'qotib etdim. Ya'ni yo'q qilib etdim eng oxirgi bir bo'shliqni. Hozir men buni saqlab etdim. Endi chiqarsam bo'shliqni iletgandan keyin 12. 12. Endi bu yerga kelganda bu yana nimishqa bunday chiqib qoldi deganda bizningki yana bizning ana tilimizdagi bu harflarni kompyuterningki ikki qismga saqlab vaqtida bir harfimizni ikkiga hisob qilib berdi. Ya'ni bir harfimiz ikki birlik boshliqni egillagan bo'lg'achqa bizning bir harfimizni ikkiga hisob qilib berdi. Buning o'ziliq mana shunday chiqdi. Endi men buni bevosita kesib bilib olay. Kesib bilib chiqaratsam bo'ldi bevosita endi. Sub ana shu birinchi shu sub str irdan yani 0 dan boshlanib 0 degan 0 o'rin yoki bizningki mana shu p degan birinchi harfimiz yoki bu chiziqdagi 0 o'rindan boshlanib mana bu hozircha 12 bo'lg'achqa mana 8 gacha kesib appasin buni men bevosita urib chiqarib baqay. Ana buni saqlab etdim. Ijro qilgandan keyin bu holat qanday chiqib qolibdi. Biz buni bu yerdan tanishib etdik. Undan boshqa yana buningki Indesat qurg'oqida buni UTF-8 salat qurgan. Bu holatda buningki to'g'ri chiqishi notayin. Biz o'zimizning tilimizdagi yana bizning Uyg'ur tili yozig'imizdagi shunday chiziq kelib qolsa biz buningga str lim bilan sub str bu ikki funksiyani odatda ishlatmaymiz. Ham ishlatilmaydi. Biz buningga navbat kerak. Men buni inglizcha holatda ma'lumot qilayotgandan keyin buni bir saqlab o'tib ijro qilsam bu normal ton edi. Yana men oldimda 13 bo'lsa buniki uzunliqi Farhad 6 da o'tirdi bir tal bo'shliq var. Shundan 7 da yani Farhad chiqib qolgandan keyin Tursun bo'lsa bu 6 da 12 o'tirdiki ma bir bo'shliq bilan 13. Buning 13 chiqqani to'g'ri. Andan keyin kesib olgandan keyin 0 o'rindan boshlab yani p dan boshlab kesimiz p a ri ma 6 da bir bo'shliq 7 da ma t 8. Shundan 8 ni bizga kesib chiqarib berdi. Bunun buna çıkış to'g'ri. Endi bizning nima uchun bizning Uyg'ur tilidagi yozig'imiz to'g'ri chiqmaydi deganda bu funksiyalar strlar, sub str bu funksiyalar bo'lsa ingliz tilidagi so'zlarni ishlatishga xos bo'lgan bir funksiyalar. Bizning tilimizga bu bunday baylanmagan. Endi shu soatda biz o'zimizning tilimizdagi funksiya ya'ni so'zlarni kesib bilishda, uzunlikni topishda normalni to'naydigan qilish uchun yana bir funksiya ona o'xshamaydigan funksiya mb str len ama funksiya bilan mb sub str mana ikki funksiyani tanishib o'tamiz. Bu ikki funksiyani ishlatishning usuli shunga asosan o'xshash, ammo o'xshamaydigan bir yer nada deganda oxirga keyinga shuning formatini qo'shib berish to'g'ri keldi. Ya'ni UTF-8. Bu yerga biz sizlikni yozmasakmi bo'ldi. Bu yerni albatta men hamda uyg'urcha qilib tanishib olsam bo'laverdi. Albatta o'rtada bir tal bo'shliq chiqib qoldi. O'rtada va oxirida bir tal bo'shliq urilib qoldi hozir mana. Mayli bu urilib qolmayli. Buni men saqlab etgandan keyin ijro qilib o'tay. Ijro qilib o'tsam bundan yana buniki bizga ogohlantirish attributda strlen funksiyasida biz bu yerda strlen funksiyasini ishlatib o'tganligimiz uchun mana ikkinchi bu yerda xatolik qolgan. Ya'ni strlen funksiyasi emas, balki mb hemşehri'de yazıyor. mb strlen funksiyasi. Bu funksiyamı barbara keyinchalik uning funksiyani o'rnida boshqa bir funksiyalar ag'iltirgan mb strlen funksiyasi ishlasak bo'ladi. Bu saqlatgandan keyin ijro qilib bo'lsak bu yerda 14. Bu yerda endi nima chiqadi 14 chiqdi deganda buning sababi bor. Bu yerdagi qandaq bu yerdagi Farhad degan hamda 6 ga solaydi. Tursun degan 6 ga solaydi, 6 12.
Bu yerdagi o'rtada bir boshliq, oxirida bir boshliq, shundan 14. 14. Buning 14 chiqishi endi bu uyg'un. Uyg'un. Ham qandaq deganda bizning UTF 8 holatda bizning yiziqimiz shu holatda bo'lg'achqa kodning bir taraf qilinish shaklini shu holatda to'g'rilayaptim. Bizning ismimiz hamda uzunlik topsaq to'g'ri chiqadi. Navbat men o'rtada navbat kerak men mana o'rtadagi bir tırnak bir boshliqni ilib etdim. Buning keyindagi shu keyindagi bir boshliq bor buniki. Yizilgan vaqtida shu boshliq qo'yilib ketgan. Bu boshliqni chiqarib etdim. Chiqarib etib buni bir saqlab etgandan keyin endi qalaydigan bo'lsam, hali 14, hozir ham 12 ga o'zgardi. Chunki men boshliqni chiqarib etdim. Farhad degani 6, Tursun degani 6, shundan 12. Bu yerga chiqqan 12 to'g'ri. Endi bizning bu yiziqimizdagi so'zlarni sub-str funksiyasi orqali bir taraf qilsak, yana to'g'ri chiqmaydi. Shuning uchun buni biz ikkinchi funksiyani mb sub-str degan bu funksiya bilan to'g'rilaymiz. Buni to'g'rilagan vaqtda yana eng oxirga buningki format shakli bo'lgan UTF 8 deganda. Bu yerda UTF 8 bilan mana ikkisi o'xshash bir format, ammo bu yerning oralig'iga siziq qo'yish hajotsiz. Buni saqlab ijro qilgandan keyin endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda yana to'g'ri chiqmadi. Bir şeyga qarab o'tay. UTF 8 yo'lni boshlab 8 gacha mb sub-str funksiyasi. Bu 08 shuni biz o'chirib turib, sepeltirib qayta yazaylik. Bunu saqlab chiqqandan keyin buning uzunligi 12 ga to'g'ri chiqdi. Endi buningki biz kesib ilib bivas chiqarishda yani şu funksiya şu. Yani buningki qandaq deganda shu 1 2 3 4 5 5-incisi. Buningki men tushuntirib o'tay. Birinchisi bo'lsa str degan bu parameter. Bu bo'lsa biz mashg'ulot ilib bormoqchi bo'lgan chiziqni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa kesib olgan boshlanish o'rnini ko'rsatadi. Uchinchisi bo'lsa qanchalik birlik uzunlikda kesib olman shuni ko'rsatadi. Eng oxirgi bo'lsa uniki kod shaklini, qaysi kod shaklida kesib olaman shuni ko'rsatadi. Biz shunga mush bir funksiyani talab etgandan keyin undan keyin ish boshlasak bo'ladi. Birinchisi bo'lsa biz mushu r degan o'zgaruvchi miqdorni kesib olganligimiz bo'lgach, bu r biyatimiz bo'ldi. Ikkinchi o'zgaruvchi miqdor bo'lsa kesib olgan qaysi o'rni boshlab kesib olaman shuni belgilaydi. Biz 0 qilib uniki kesib olgan o'rni belgilasak bo'ladi. Endi men qanchalik uzunlikni kesib olaman shu uzunlikni belgilash uchun 10 qilib buni ilvatsam bo'ladi. Eng oxirgi birisi bo'lsa encoding. Bu bo'lsa nima degan gap deganda kod shakli. Biz mishlagan UTF 8 shuni kesib birvatgandan keyin bu to'g'ri holatda chiqqan bo'ladi. Buni biz saqlab o'tib ijro qilgandan keyin yana bir xatolar chiqib qolibdi mishadan. Holat to'g'ri. mb sub-str funksiyasining ma'nosi to'g'ri. 0 10 bo'pti bunimi. Daha söz başınınki aslındaki bir kodu qalayla. Kodning mishadlan 600 bo'libdi. Biz buningki ondan sonra shuni butun kesib olib boqay. Mana shu qilib buni saqlab etgandan keyin ijro qilsam yana o'xshash. Bu buzilyapti.
aslab bir şeyda to'liq chiqishi yoki yaxshi ijro bo'lishi kerak edi. Buning oxirida holat chiqib qoldi. Biz buningki yana shu torbatniki o'ziningki ko'rimiz altına UTF-8 bir to'g'rilash oldiga o'tishimiz kerak. Yana kod altına. Yoki bo'lmasa biz buningki anlatayım qilib turib bu yerga biz buningda Chrome yoki Mavo internet ko'rgich yo'q. Ben internet explorer'ni qilib buningdan bir ko'rsatib o'tay. Bu yerga bu index betdapti, bu index emas. Navbatdagi mushu bir betni men ko'rsatib o'tay. Bunda mana shunga o'xshash chiqib qolgan. Buni o'xshashning usuli yana shu kod shaklimi? Albatta kodniki kod shaklimi? Biz odatda to'g'rilasak, to'g'ri chiqadi. Şeyden BMA degan shu holatda UTF-8 bo'lib qolgan. Biz UTF-8 emas, buni balki ama GBR'sa ya mahalet o'rnib qolgan. Mush holatni biz UTF-8 ga to'g'rilayotgandan keyin, ya'ni Unicode UTF-8 mahalet to'g'rilayotgandan keyin bizningki ma yiziqimiz Farhod Tursun bu ama to'g'rilab chiqdi. Ya'ni nima ish qilib shunday chiqmaydi deganda albatta bizning bu tor ko'rgichimizniki navbatdagi holatda ko'rdigan bo'lsa, biz hozir ko'rsatib o'tgandek buningki aslidagi koda GBR'sa var. Yani bizniki xanis tili yiziqimizdagi so'zlarni normal ko'rsatish holatida bo'ldi. Va tor ko'rgichniki. Endi o tor ko'rgichniki kodlarni burchab qilish holatini biz UTF-8 ga to'g'rilayotgandan keyin andan bizniki xatlarimiz normal ko'rildi torbat yuzida. Navatsizlar endi mana tor ko'rgichniki mushuni yemen, yani bet yüzden kod BMA deganlar. BMA'dan UTF-8 ga BMA'dan UTF-8 ga to'g'rilayotgandan keyin andan uni biz ko'rgan vaqtimizda bizniki uyg'urcha xatlarimiz normal ko'rildi. Hozir men mana uzunlik bo'lsa 12 ga meniki bu yerda butun optimdan bu butun olmayamdi. Buni 8 yani 0. o'rindan boshlab 8. o'ringacha men kesib uni yo'llab bersin deb mushu bir buyrug'ni berib uni saqlab o'tib ama ijro qilgandan keyin buni qayta ijro qilgandan keyin Farhod bu bo'lsa 6 tu bu bo'lsa 2 shundan 8 ni men kesib olib berdi. Bu batning yuzida mana azroq sat ko'rindi bizning uyg'ur chatlarimiz. Ammo biz buni birtirab qilsak bo'ldi. Yana CSS orqali birtirab qilamiz. Bu CSS orqali birtirab qilish rasmiy torbatga tushgan vaqtimizda birtirab qilganda hozir bizning funksiyani ishlatish bosqichimiz bo'lg'achqa biz buni ancha qablashib o'tmaymiz. Mishada uyg'ur xatlarniki normal ko'rmaslikning sababi nada desa, bu tor ko'rgishning o'zining ishi. Ya'ni tor ko'rgishning o'ziningki bat yuzdagi kodlarni birtirab qilishda biz cho'qim uni UTF-8 holatga to'g'rilayotgandan keyin andan bu to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa biz bayatga o'xshash bundaq chapaq buzib qilish bu to'g'ri gap. Bu bizniki kodimizniki xatolik emas. Yani tor ko'rgishniki shu kodning birtirab qilinish shakliga xatolik. Men buni hozir yana
video GB Asiya alat to'g'irlasam bu bir deb bilan mana bizning burungi xato altimiz to'g'ri qoldi. Shu batning o'zidan koddan qana video 8 alat to'g'irlasam ma'lum. Buni yana biz hatta bu 10 ga to'g'irlasak ma'lum chiqadi. Bu bizningki shu bat 100ningki to'g'irlashga asliqimiz. Ya'ni bat 100ni video 8 alatga 10 dan so'g chiqadigan holatda biz qisib to'g'irlasak bizningki bat 100imiz ma'lum chiqadi. Bu shu to'rkugashning o'zining bizningki programmamizning xatolik emas. Biz o'zimizning tilimizdagi shu so'zlarni yoki xatlarni chiziqqa aylantirib kesib ilib ishlatganimizda mb str funksiyasi bilan mb sub str funksiyasi ishlatamiz. Shunday ishlatgan vaqtimizda cho'qim uningki kod program shakli, ya'ni UTF-8 ni eng oxiriga qitib berishimiz kerak. Undan qolsa bu soatda biz buni o'rganish orqali bu ikki funksiyasiniki qaytarilgan qiymatining bor ekanligini, o'z oldiga iqtidori bor ekanligini tushunib oldik. Ham bizning Uyg'urcha yoziqimizdagi so'zlarni kesib elishni tushunib o'tdik. Ondan sonra biz eng oxirida bir tal temini cheklaydigan bir programmani yozib chiqayli. Ondan sonra men bir şeyler buningki oxirga bir tal so'z qilibday. Yoki buni bir ayrim qilib bir yozibday. Yoki ma'lum bir tor bekatning bir temini ilib akasama bo'ladi. Ben şuna qisqadan qilib shuna qizib qo'ydim. Endi undan sonra biz shuna bir funksiyani tuzish orqali yoki bo'lmasa bir tema deb qarasak, teminiki uzunligi bizningki shu yoziqimizda yoki bizning tilimizda temaning uzunligi 30 ni ishib ketsa, menga ishib ketgan qismini kesib 30 qism bo'lgan qismini kesib olib berib oxirga bu 3 tal chekit orqali 30 ni ishib ketgan qismga, ya'ni 30 dan cho'ng bo'lib ketgan qismga menga 30 qism bo'lgan qismini kesib olib berib oxirgi 3 tal chekit urib bersin. Agar 30 ni kichik bo'lib qolsa, undan bu yerga men faqat o'zim chiqib bersam bo'ldi. Mush bir jarayonni biz eng axirgi bir kontrol qilish jumlasi orqali yozib chiqsak, buni bunday yozib chiqamiz. Agar mb strlen yana uzunligi o'rning uzunligi 30 ni cho'ng bo'lsa, ondan sonra biz buni cho'ng bo'lgan qismini yoki altini kesib olsak, ya'ni 30 qichi bo'lgan qismini kesib olib, qolgan qismini chekit orqali o'rnatilgan bo'lgan mb sub str bu yerdan biz mana 4 ni istalaymiz. Albatta bu yerga biz bir ikkinchi parametr UTF-8 ni unutib qolgan, buni yozaylik. 0 o'rindan boshlanib 30 o'ringacha mana buni kesib olib bersin. Buniki kod bir taraflı şekli bo'lsa UTF-8 holatda buni biz yozaylik. UTF-8 holatda. Buni ana 30 dan cho'ng bo'lsa 0 dan boshlanib 30 gacha kesib olib berib, kesib olib bo'lgandan keyingisiga yana 3 tal chekitni ulab berdi. 1 2 3 3 tal chekitni men ulab olib berdi. Biz bu yerga 3 tal chekitni albatta manda qalat yozish bir qadar bizningki program tuzish qoidamizga uyg'un emas. Buni qo'sh ustingi chekit orqali emas, balki yalang tirnoq orqali ustingi tirnoq orqali bunday alayli.
Chunki nima ish qilgan chigitib bo'lsa, ullash belgisi. Shunlashqa bir azroq xatolik chiqib qoldi bunda qilsa. Yana 30 ni cho'ng bo'lsa, bizga 30 qish bo'lgan ariqni kesib olib berib, oxirga 3 ta chigitni uldimasin. Undaq bo'lmasa deganni else. Undaq bo'lmasa, mana bevosita o'zini chiqarib bas bo'ldi. Yani 30 ni kichik bo'lg'achqa, mana bevosita o'zini chiqarib bas bo'ldi. Mush holatda. Buni biz saqlayotgandan keyin turbat yuzida ijro qilsak, Farhad Tursun yakan naisi de. Anki ne chiqmabdi-ku? Ne chiqmabdi. Yana bu yerda dinning og'risiga ne chiqmabdi. Ya'ni neni kesib olmabdi. Bu 30 ni cho'ng bo'lib ketibdi. Yana Farhad Tursun. Bu yerga bir bosharliq, 2, 3, oxirida bir 4, total bosh o'rin bor. Total bosh o'rin bor. Farhad Tursunning o'zi 12 bo'ldi. Yakan bu 5 bo'ldi. O 7. O Farhad Tursun 12. 12. Yakan degimiz 5. Ayetga 1, 2, 3, 4 totalliq bor. Totalliq bu ma'o 9 21 dan bo'libdi. 21 dan bo'libdi. Bu yerda Nahiya deganimiz 6. 6. Andikin C 2 din 3. 2, 3, 5. 5. Bu 6 5, 11 bir qalsaq 32. 32 uzunluq ekan. Şuna eng oxirdagi bir tal birisi din bilan eng oxirdagi bir tal bo'shliq. Yani 2 harfni. Din ni bo'lsa, ni bilan miyadagi bir bosh o'rinliq bor. Bu ikkisida chiqolmagan. 30 ni cho'ng olib 30 qichi bo'lgan qism bo'lsa, uni mishiyadagi din boshlanib, shu Farhad degan mishiyagacha 30 ekan. 30 ekan. Yani ni bilan bir boshliqni biz chiqarmabdi. Shuna chiqib yerdan bizga buni chiqarib berdi. Mana bu bizning o'zimizning tilimizdagi xatlarni kesib elib yoki uzunlikqa hukm qilib chiqarishning usuli, ya'ni unumli usuli. Biz bundan keyin o'zimizning tilimizdagi funksiyalar bo'lib qolsa, sub str bilan str lin ishlatmaymiz, balki mb str lin bilan mb sub str ishlatamiz. Mana bu burun biz o'rganib o'tgan funksiyalarning ikkisining ozroq farqi. Undan keyin turbatlarningki bat yuziningki kodning bir taraf qilish shaklini biz to'g'rilash o'rgansak bo'ldi. Birinchisi bat yuzidan kodning bir taraf qilish shaklidan biz bu yerdan boshqa degan talab turib biz o'zimiz UTF-8 salatga to'g'rilasak bo'ladi. Undan boshqana hatto navbatdagi batningki xatlarning tizish shaklini o'ngdan so'lga holatda tizbasak bo'laverdi. Ammo bu bizningki bu soat o'rganib chiqqan mazmunimiz. Kelak soat ko'rishaylik, xayr xo'sh. Assalomu alaykum qarindoshlar, ko'vat qilinglar, cho'liq yurak misolliq OSP'ninki PHP programlaylash darsiga. Biz maxsus PHP program laylashni asos qilamiz. Unda qas darsimizning oxiriga o'tib kelsak, bu soat darsimizda biz yana gruppaga oid funksiyalarni tanishib o'taylik. Biz oldingi soatda tizikqa oid funksiyalarni tanishib chiqqan, tizikqa oid funksiyalarda ozroq xatolik ko'rilishi mumkin. Chunki bizning yozgan programmamizning o'zi to'g'ri, ammo shu batningki, ya'ni tor ko'rishning o'ziningki batningki kodni bir taraf qilish yoki ko'rsatish shaklining ozroq o'xshamaslik sababli bunda ozroq o'xshamasliklar chiqishi mumkin. Biz hamda bu soatda tizikni so'zlab o'taylik. Unda esa men bu yerga oldin bir batdan birini qurib olay. Biz tizikqa oid so'zlagan bo'lgach, bizningki meta belgisini qo'shish hojatsiz. Unda esa tiziq tiplik o'zgarish miqdor p. Hemen bir yerga albatta bu tiziq bo'lgach, array. Ondan keyin naqshida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deydigan mana shundoq bir tiziqni birini aniqlay. Bu birinchi xil usul albatta. Yana birinchi xil usuldan shundoq bersak bo'ldi. Ammo bu bir qadar avvalchilik bo'lgan bir usulning birisi. Birdan da 9 qich bo'lgan shundoq bir tiziqni shundoq bir sonlar gruppasini aniqlashda mandaq qilsak bir qadar
bo'ldi ammo bir avojliq shakli. Buni qanday qilamiz deganda, bundaq range degan biz o'g'dib o'tgan ma funksiya orqali bir taraf qilasak bu intayin yosh bo'lgan shakli. Range. Range funksiyasining mana ikki xil holati bor. Ikki xil holati bor. Birinchisi bo'lsa range yana boshlanishdan tortib oxirlashgacha. İkinci bir şekli bo'lsa range boshlanish oxirlanish qadam uzunligi. Ang üçüncüsü bo'lsa step degani qadam uzunligi. O'shani tushunsak bo'ladi. Biz ikkinchisini ishlatib ko'raylik. Yana men 0 dan boshlanib 10 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni tuzilgan bir guruhni bir narsa qilay. Yana bu nimikdan deganda hozir buniki yana biz yuqorida o'rganib o'tgan ma'nodan bo'ldi. Ang oxirida bir 10 chiqdilar. Mushundan bo'ldi. Ya'ni 0 dan boshlanib 10 gacha bo'lgan sonlarni tuzilgan bir tal guruhni men hozirlik ba degan bilan tang bo'ldi. Ya'ni bu ikkisi tangdosh. Albatta biz range funksiyasini ishlasak, bundan ko'p bir vaqtimizni tejab qila olamiz. 3-chi holat. Endi men bundaq 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deb bundaq tuziladi emas. 0 2 4 6 8 10 deydigan bundaq jupsalarni tuzilgan bir tal guruhni hosil qilaman desam, qanday qilaman deganda, buningga albatta birinchi xil usul, yana biz ibtidoiy usul. 0 2 4 6 8 bundaq bo'lsak bo'ldi. Eng oxirida 10 bor albatta. Bundaq bo'lsak bo'ldi. Bu bir ibtidoiy usul. Bu bo'ludi, bo'lmaydi emas, bo'ludi ibtidoiy usul. Ammo biz buni chiroyliroq qilib qanday qilamiz deganda, buningmi range funksiyasiniki ikkinchi bir variantda, ya'ni step degani qadam uzunligi degan ma'noda. Endi bu 0 dan boshlangan 10 gacha bo'lgan qadam uzunligi bo'lsa 2. Qadam uzunligi bo'lsa 2. Albatta qadam uzunligi bunda gap. Eng dastlabki birinchi limitda 0, ikkinchi limit kelganda shuni qitib burdi. Ikkini qitib bersa 2. Uchinchi limit kelganda yana ikkini qitib burdi. Uchinchi limit bo'lsa 4. Shunda holatda bu qadam uzunligi. Shunda holatda ma'noda. Ya'ni biz bu chiqarishni bo'lsa, ilk o'chimiz orqali chiqarsak, array degan bir so'z ham chiqadi, shuni tipi chiqadi. Grupni chiqarishning unumli usuli bo'lsa, birinchi xil usulda biz mandaq indekslik bo'lgan gruplarni chiqarishda print r jumlasi orqali chiqarsak bo'ladi. Ikkinchi xil usul bo'lsa deganda for jumlasi orqali chiqarsakmi bo'ladi. Uchinchisi albatta for jumlasi orqali bo'lgan jumlalarning ko'pinchisi qandaq while jumlasi orqali bo'ladi. Ang oxirida unumlik, ya'ni mayli indekslik bo'lsin, mayli bog'lanishlik tiplik bo'lsin, mandaq bir sonlar guruhini chiqarishda unumli qo'llanilgan yoki har qanday bir sonlar guruhini %100% to'liq chiqara oladigan bir jumla bo'lsa for each jumlamiz. Bu maxsus shu sonlar guruhini chiqarish ishlatilgan sonlar guruhi uchun lakin tuzilgan bir jumla yoki kontrol qilish qurilmasi. Bu orqali chiqarishga bo'ladi. Nas biz print r jumlasi orqali chiqarib ko'rib boqaylik. Ikkovidan chiqarsak albatta buniki nima chiqadi deganda array degan bir shu nimalarni qaytarib berdi bizga. Masalan, men pin chiqib qo'y. Pin chiqib ko'rsam bizga faqat array degan shu bir shu qiymatlarni qaytarib berdi. Nas biz ijro qilaylik. Bu yerda 7-qurda bir azroq xatolik borligini deydi. Hemen bir ko'rib o'tay. Ama shuni biz what's array to string conversion in PHP online 7. Yani 7-qurda azroq bir xatolik bor ekan. Biz buni bir anga qilgan bo'lsak array degan chiqibdi. Ya'ni bu yerdan array deydigan bir qiymatdan chiqadiganlik rost. Chunki buni tipini ham qaytarib beradi. Biz buni array orqali emas, balki print r yoki for yoki for each mana jumlalar orqali chiqadi. Unda biz buningki
print r jumlasi orqali bir chiqib ko'rib boqaylik. Ya'ni bizning maxsus bo'pti, bu wni bir chiqib ko'rib boqaylik. Biz qilayotgandan keyin endi qilsak, ya'ni array 0 degan indeksga 0 yoki birinchi element 0, ikkinchi element 2, uchinchi elementda 4, to'rtinchi element 6, beshinchi element 8, oltinchi element 10. Yoki 0-chi indeksda 0, birinchi indeksda 2, ikkinchi indeksda 4, uchinchi indeksda 6, to'rtinchi indeksda 8, beshinchi indeksda 10. Yani bu yerdagi qandaq deganda range funksiyasi bo'lsa, qadam uzunligi 2, 0 dan boshlab 10 gacha bo'lgan jup sonlarni chiqarib beradigan bo'lsa. Agar men bu qadam uzunligini men 3 qilib olsam, birinchi elementi 0. Birinchi element 0, onun 3'ünü qıtbasa, ikinci elementi 3, onun 3'ünü qıtbasa, üçüncü elementi 6, onun 3'ünü qıtbasa, en ahırlık bir element 9. Yani maşına qalat çıxısı doğru bo'ldi. Daha sonra ben bunu icra qilsam, bu yerden çıkmaydı albatta, biz bunu saqlayaylik. Endi chiqdi. Çalışgandaki qandaq 0-chi indeksda 0, birinchi indeksda 3, ikkinchi indeksda 6, uchinchi indeksda 9. Ma'lumot chiqib turdi. Albatta biz bular yuqorida biz o'rganib o'tgan funksiyalar, bular haqida biz jiq to'xtalmaylik. Yani to'xtaldig'imiz eng oxirgi bir tal element qilish bilan eng oxirgi elementga erishish, shu funksiya orqali bo'lsin. Yani biz bularni chiqarib ko'rdik. Men shu w'ning oxiriga bir tal elementni qilib qo'yay. Ya'ni array yoki eng oxirgi bir tal elementga erishib boqay. Shu yeni emas, w'ning eng oxirgi bir tal elementiga erishib boqaylik. Hozir erishsak cho'qim nima chiqishi kerak deganda buningga albatta bir tal bunun qanchalik qiymati bor. Bu yerga o'zgaruvchi miqdor aslab qo'yay. Yani şunun w'ninki eng oxirgi elementiga erishsin, 9 ga erishsin. Unda biz buni print r jumlasi orqali aslini chiqarib ko'rsak. Men buni saqlayotgandan keyin ijro buni yangilasam, eng oxirgi element bo'lsa 9. Ya'ni eng oxirgi bir tal element erishidi. Bizning array pop funksiyasi eng oxirgi bir tal elementga erishidi. Eng oxirgi elementga erishish bilan birga aslidagi grupiningki element sonini birisi aziydi. Yoki eng oxirgi bir tal elementga yulib oldi desak bo'ldi. Eng oxirgi bir tal elementni yuliblam ilib oladi desak bo'ldi. Masalan, bu yerda w'ninki eng oxirgi bir elementi 9. 9ni yuliblam ilib oldi. Endi necha qoldi deganda 0, 3, 6 deydigan mushtaq bir 3 tal elementlam qoldi w'da. Unda biz w'ni mishada yana bir tal urib chiqarsam, bu bir qadar tushunishlik bo'lgan. Urib chiqray. Ondan sonra bunu biz saqlayotgandan keyin qaytadigan bo'lsak, bu yerdagi bu bo'lsa asl desibidiki. Bu 9 bo'lsa erishgandan keyin kelsa bu chiqib qolgan. Buni emas, balki biz buni chiqardik. Hamda bu yerdan biz bu w'ni yana bir qator chiqarib ko'raylik. Saqlayotgandan keyin qaytadigan bo'lsak, bu yerdagi bu array deganimiz hesab chiqqan w'ning elementi. Ya'ni eng oxirgi bir tal element bo'lsa 9 edi. Biz bu 9ni qanday yulib ilib oldik. Undan keyin yana mush w degan grupni chiqarsak, buning eng oxirgi elementi hozir 6. Yani bir 9'dan yulib ilib oldi demekçilik. Endi array push eng oxirgi bir tal elementni qitish funksiyasi. Array push eng oxirgi bir tal elementni qitish funksiyasi. Bu yerda birinchisi bo'lsa nima deganda ma'lum bir sonlar gruppasi keladi, ikkinchisi bo'lsa eng oxirgi qitadigan bir tal qimmat keladi. As biz buningga men shu w'niga o'zgaruvchi miqdor w'ga eng oxirgi o'zgaruvchi miqdor w'ning eng oxirgi
20 degan bir ilmitni qitbadim. Qitbagandan keyin albatta men buni yana bir qator chiqarsam. Anga ilmit albatta 20 chiqdi. Bu yerdan qanday chiqdi deganda biz bu 9 ni bu yerdan yurib olib bo'ldi. Undan bu yerdan 0, 3, 6 anga ilmiti 20. Mundaq chiqish to'g'ri bo'ldi. Ana buni saqlab etdim. Undan keyin ijro qilsam bizning dastlabki natijasi bo'lsa bu 9 bar edi. 9 bar edi. Yani tun chiqdim chiqish 9 bar edi. 9 ni julib olib bo'ldik. Yani anga ilmit 9 ekan, 9 julib olib bo'ldim. Undan keyin qanday deganda anga ilmiti 6 edi. 6 edi. Hozir array push orqali anga 20 ni qatib, hozir ko'rdik bo'lsak anga ilmiti 20. Mushalatda. Yani array pop, array push Müşlerimiz biz so'zlab o'tsak bo'ldi, tushunib o'tsak bo'ldi. Endi aniq bir tal kont elementi. Yani bu kont orqali nima ish qilamiz deganda kont orqali faqat bir o'lchamlik yoki bir o'lchamlik lakin bir o'lchamlik lakinda sonlar gruppasiningki elementininki soniga erishish bo'ldi. Yani biz buni oldiga qimmat babalık uchun echo jumla orqali chiqib o'tamiz. Saqlaymiz. Undan keyin men buni ijro qilsam, oxirida qanday 4. Ya'ni bu 4 qayerga bo'lsa array. Bir element, 2 element, 3 element, 4 element. Yani 4 element bor ekan. 4 element bor ekan. Bu elementning soni deb biz count funksiyasi ishlatamiz. Endi shu funksiyalar orqali buni keyin nimaga erishdik desak, biz eng oddiy funksiyalarni o'rganish orqali bu funksiyalarningki qaytariladigan qiymati bor ekanligini hamda uning ma'lum bir iqtidorga ega ekanligini tushunib o'tdik. Masalan, biz eng oddiy bo'lsak, range funksiyasi bo'lsa, ma'lum bir sondan boshlab ma'lum bir son bo'lgan yoki ma'lum shunday bir doiradagi sonlar topgan bir guruhni qaytarib beradigan funksiya. Bu yerdagi print r bo'lsa, sonlar guruhini chiqarib beradigan bir funksiya. Bu yerdagi array pop bo'lsa, ma'lum bir sonlar guruhining eng oxiridagi elementga erishib oladigan bir funksiya. Array push bo'lsa, ma'lum bir sonlar guruhining eng oxiriga bir tal elementni qitib beradigan funksiya. Mana shunday ma'lum bir funksiyalarniki ma'lum bir iqtidori bor ekanligini tushundik. Biz keyingi soat darsimizda ko'rishaylik. Bu soat darsimiz mishat aqlashda xayr xo'sh. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganlar cho'liq Yiroq musobaqa o'sibniki PHP programmalashtirishga bu soat biz darsimizning oxiriga kelsak 10-bob darsimizningki funksiyalar qismi. Biz oldingi darslarimizda bo'lsa eng oddiy bo'lgan funksiyalarni o'rganish orqali funksiya haqida to'xtalgan vaqtda funksiyaning ma'lum bir iqtidor bor ekanligini, uning qaytariladigan qiymati bo'lsin bo'lgan holatini biz tushunib o'tdik. Uni burun biz qo'shish, ilish, ko'paytirish, bo'lish tipidagi, ya'ni eng oddiy bo'lgan holatdagi funksiyalarni tuzib o'tgan. Bu soatda biz eng oddiy qilib mutlaq qiymatni topish funksiyasini so'zlab o'tmoqchi. Unda qosman batni birini qurilay. Mutlaq qiymat topish funksiyasi bo'lsa, bu PHP'da asosiy matematik funksiyalar ta'minlangan funksiyalar. Bu yerda ABS funksiyasi. Bu bo'lsa shu ya'ni mutlaq qiymat topib beradigan funksiyadan birisi. Albatta bu PHP'ninki matematik funksiyaning ichida bor funksiya. Endi mutlaq qiymat topish funksiyasi biz bu funksiyaning roliga kelsak yoki ixtiyoriga kelsak, bu funksiya qanday funksiya deganda ma'lum bir o'zgarish miqdorining qiymati 0 bo'lsa 0 ni chiqarib berdi. Ya'ni 0 bo'lsa chiqadigan qiymat 0 bo'ladi. Agar bu qiymati 0 dan cho'ng bo'lsa, o'zi chiqadi. Agarda buning chiqib beradigan bu o'zgarish miqdorining qiymati 0 dan kichik bo'lsa, uningki aksi yoki manfiy holat chiqadi. Ya'ni mushningki qandaq o'zininki manfiy holat chiqadi. Bu buni ABS yoki mutlaq qiymat topadigan funksiyaninki roldan iborat. Unda qo'yib biz shu mutlaq qiymat topadigan funksiyani biz shu soatda bir tuzib chiqaylik. Masalan, eng oddiy qilib men ma'lum bir o'zgarish miqdorini birini oldim. Buning f deb
Buniki dastlabki qiymatni 10 deb mushtaq bir qiymat berib qo'y. Buning albatta necha deb qiymat bersak bo'ladi. Endi funksiya tuzimiz. Yani tuzish jarayonida biz oldingi raqamni kodra qilish dastlabida biz oddiygina qilib to'lishib o'tgan shunga o'xshaydi. Funksiya tuzish uchun function. Yani bu funksiya degan ma'noda. Funksiya degan ma'noda. Albatta function bo'lsa ochiq so'z. Nimani bildiradi desa, ma'lum bir funksiyaningki aniqlamasini bildirdi. Aniqlamasini bildirdi. Function Andan keyin funksiyaning nomi bo'lsa, men mutlaq qiymat deb qo'yay. Mutlaq bo'lsin hozircha. Andan keyin funksiyaning parametriga ma'lum bir parametrni biz vaqtincha yo'llab bersak bo'ladi. Buni yo'llab berib bo'lgandan keyin funksiyaningki ixtiyor qismi. Bu yer bo'lsa function, ya'ni funksiya belgilashda ishlatilgan ochiq so'z. Bu bo'lsa funksiyaning ismi. Bu yerlik bo'lsa funksiyaning parametri. Endi biz funksiyaning ixtiyor qismiga keldik. Biz bayağı deb o'tgandek agar o'zgarish miqdorining qanday qiymati 0 bo'lsa 0 chiqadi. 0 dan cho'ng bo'lsa o'z chiqadi. 0 dan kichik bo'lsa uning aksi chiqadi. Buni biz buni biz tushunib o'tdik. Endi o'zimizning maqsadimizni program yozish orqali uqtirsak ham bo'ldi xolos. Unda asla qanday agarda o'zgarish miqdor dning qiymatda mishadagi mush parametr shu o'zgarish miqdor. Dningki qiymatda 0 dan cho'ng bo'lsa 0 dan cho'ng bo'lsa. Ya'ni o'zgarish miqdor dning qiymati 0 dan cho'ng bo'lsa, undaq vaqtda bizga bevosita qandaq yoki return, ya'ni qaytarish jumlasi bizga nimani qaytarib bersa bo'ldi? O'zgarish miqdor dning o'zini ham qaytarib bersa bo'ladi. Agar hamda ya'ni 0 dan cho'ng, ma'lum 0 dan cho'ng. Agar qandaq 0 dan kichik bo'lsa, kichik 0. 0 dan kichik bo'lsa, birinchi qilg'ash qandaq deganda o'zgarish miqdor mishadiki bir bas yozsakmi bo'ladi. Return jumlasi orqali o'zgarish miqdoriniki manfiy qiymatini qaytarib bersa bo'ladi. Ya'ni bu nima degan gap desa, manfiy bo'lg'ach, yana bir manfiyni qilsak bu musbat bo'ladi. Ya'ni musbat sanni qaytarib bersa bo'ladi demakchi. Unda esa oxirga bir tal else. Yani bir yerda mundaq bir gap chiqadi. Mishak biz else qo'ysak bo'lamdi yoki else nimani ifodalaydi demakchi. Birinchi qandaq agar 0 dan cho'ng bo'lsa, o'zini qaytarib bersin. Undaq bo'lmay, agarda 0 dan kichik bo'lib qolsa, manfiysi qaytarib bersin. Yani bu ikkisi qanday, ammo yuqoridagi ikkilisi bo'lmaganda, yuqoridagi ikkilisi qurilmagan chaqda 0 dan cho'ng bo'ldi, 0 dan kichik bo'ldi. Unda ikkilisi qurilmasi nimaga teng bo'ldi? 0 ga teng bo'lgan holatda. 0 ga teng bo'lsin, buning o'zini qaytarib bersa bo'ladi. Albatta buni unda olsa, bu yerdagi 0 dan cho'ng bo'lganda yozsaqmi bo'lgan, yozmasaqmi bo'lgan. Chunki nima deganda o'zgaruvchi miqdor d shuni qaytarib bersa bo'ladi. Men 0 dan cho'ng bo'lganda o'zini qaytarib bersa tugaydi. 0 dan kichik bo'lganda uning manfiy qiymatini qaytarib bersa bo'ladi. 0 ga teng bo'lganda uningki o'zini qaytarib bersa bo'ladi. Unda esa 0 ga teng bo'lganda uning o'zining qiymatini qaytarib bersa bo'lganligi rost. Biz buni eng oddiy holatda yozib qo'ydik, ammo 0 ga teng bo'lish bilan 0 ga cho'ng bo'lishning o'zi o'xshab qolgan. Ya'ni 0 ga teng bo'lsa-mu o'zi qaytarib bergan, 0 dan cho'ng bo'lsa o'zi qaytarib bergan. Unda men buni tixmi qisqartib yozib, qanchaki qisqa, qanchaki ixcham bo'lsa, shunchaki yaxshi bizning funksiyamiz. Unda biz ishlaydigan buni 0 dan cho'ng yoki teng qilib olsam, ish tamom masala. Bunda qizishning hojat qolmaydi. Albatta biz buni hozir funksiyan tuzdik, ammo lekin funksiyan bir ishlatgan jarayon yo'q. Bu yerdagi hamda tirnoqlarni biz bir to'g'ri o'taylik. Bu bo'lsa funksiyaning tirnoqi. Bu bo'lsa eng oxirgi bo'lsa funksiyaning tirnoqi. Buninglar u asli tanglash bo'lishi kerak, ammo bu yerda tanglash bo'lmagan, shunga biz eng oxirgi bir tal funksiyaning tirnoqini qo'yib o'taylik. Ham tanishdi. Bu bo'lsa funksiyaning tirnoqi, bu oxirlashi, bu bishi. Bu bo'lsa elsif yoki bu yerga elsif emas, balki hamda ishga else deb ma'no qo'yishning hech qanday qarshi yo'q. Bu bo'lsa elsening tirnoqi, bu bo'lsa bu yerdagi f'ning tirnoqi, shu tirnoqlar to'g'rilashlan bo'ldi. Hech qanday xato chiqmaydi. Endi bizniki PHP programlalash jarayonida
bizningki burun o'rganib o'tgan C tili yoki C++ tillariga o'xshamaydi. C tili yoki C++ tillariga o'xshamaydi. Uningda biz ma'lum bir funksiyani belgilasak, o funksiyani bir bet yüzlən belgilasak bo'ldi. Funksiyani belgilab bo'lgandan keyin funksiyani tartib ishlatilgan o'rin nada bo'lsa o'xshash. Uni biz bir yer belgilab bo'lgandan keyin uni eng oxirida ishlatsak-mi o'xshash. Eng beshida ishlatsak-mi o'xshash. Yani men demoqchi, funksiyani hozir mishad belgilab qo'yib, keyin ishlatsak-mi bo'ldi. Yoki biz indasatda buni tartib ishlatib olib, eng oxirida belgilasak-mi bo'ldi. İkkisiniki mana bu uningki bizniki PHP'dagi funksiyaningki boshqa tillardan o'xshashmaydigan yeri. Biz bayağı mutlaq gaplarni olgan, ammo bir o'chib chiqib qoldi. Biz tez surat yozib chiqaylik. Agar o'zgartirish miqdorini birini belgilaymiz ekan. Bu o'zgartirish miqdor qanday qiymat olishini qat'iy nazar biz uning qiymati cho'nakdan 0 bo'lsa, bu faqat o'zidan qo'shib bersa bo'ladi. Agarda bu yani undaq bo'lmag'ib qolsa, mana buningki -6 hajublanbasi bo'ldi. Mana bu funksiyaniki aniqlanish jarayoni. Ondan sonra funksiyani biyaga aniqladim. Buning cho'qim biyaga aniqlagan bo'lsa, pastga tartib ishlatamdim deydigan gap. Bu bizningki o'rganib o'tgan mana bu C tili yoki C++ ga o'xshamaydi. Garchi grammatiklik qismi jihatdan C tiliga o'xshagan bilan bizningki ishlatish jihatdan C tilidan ko'p yaxshi deb qaraymiz. Ondan sonra funksiyani biyaga aniqlab qo'yib, buning tubida ishlatsak bo'lardi. Yani biz bevosita echo funksiyasining ismi mutlaq. Ana biyaga buningga o'zgartirish miqdori r ninki mutlaq qiymatini biz tip chiqarib boqaylik. Bevosita holda shu holatda tip chiqarsak bo'ldi. Ammo bu PHP jumlasi boshlandi. PHP programmasining oxirgi belgisini men qo'yib o'tdim. Uningdan keyin men buni bir saqlab o'tgandan keyin ijro o'tay. Batüzi qiladigan bo'lsam 10. Endi men buningga navbat kerak buningga minus bu yerga 1000 yoki bundan ko'proqni bilasanmi? Bu saqlayotgandan keyin chiqadigan qiymat yana qanday deganda uning musbat soni. Mana bu eng oddiy bo'lgan mutlaq qiymat topadigan funksiyaning tuzilish jarayoni. Endi bir funksiyani aniqlagandan keyin mush funksiya bir batning ichidan bo'lsa, uningki biz tartib ishlatgan chaqda mayli uning funksiyani burun tartib ishlataylik, mayli funksiyani keyin uni biz tartib ishlataylik, o'xshash. Yani biz mush funksiyani ishlatgan vaqtimizda buning ismi chiqdi, bu funksiya chiqqandan keyin bu mush bir funksiyani izlab tipish qilib boshlaydi. Tipib bo'lgandan keyin andan chiqardi. Daha biz müsaade ettiğin mezmunlarını yığınçalasak, birincisi bo'lsa funksiyani aniqlash. Yani function söz orqali funksiyani aniqlaymiz. Yoki funksiyasi aniqlangan vaqtida function bo'lsa ochiqlik so'z bo'lib keldi. Ikkinchisi bo'lsa funksiyaning nomi. Bunga ixtiyor qo'ysak bo'ladi. Bek ko'p ansirashning hojati yo'q. Ammo qanday bo'ldi deganda o'zgartirish miqdorining ismini qo'yish bilan o'xshash. Ya'ni eng dastlabki san superkasi bo'lmaydi. Eng dastlabki faqat xat, yani masalan mundaq mutlaq deydigan xat yoki uningga mundaq ostini siziq, uningki o'tirlarda san bo'lsa bo'ladi. Ammo eng beshiga san kas bo'lmaydi. Mushalarni tushunasiz. Uchinchisi bo'lsa, ammo ism qo'yish holda, uchinchisi bo'lsa uning parametri. Bu yerga men parametrini tushuntirib qo'yay. Bu parametr bo'lsa, bizningki burun o'rgangan y dan x yoki y dan x ning kvadrati. Mushuna o'xshaydi. Bu yerda bu x ningki necha bo'lishini biz hozircha faraz qilmaymiz. X ning qiymatiga qo'yib y ning qiymati chiqadi. Bu yerda x bo'lsa o'zgartirish miqdori bo'ldi.
Şununla o'xshash bu yerdagi bu o'zgarish miqdori bu yerdagi parametr bu qiymat ilish doirasida biz uqmaydigan. Masalan, bu yerda x'ning qiymat ilish doirasi bo'lsa, albatta butun sonlar bo'ladi. Biz bu yerdagi buning qiymat ilish doirasi bo'lsa, x'ning qandaq butun sonlar bo'lsin, mayli manfiy sonlar bo'lsin, va yoki 0.00 deydigan mundaq parcha sonlar bo'lsin. Float tipliq bo'lsin yoki double tipliq bo'lsin, biz buniki qiymat ilish doirasini double tipliq deb belgilaymiz. Bu yerdagi o'zi parametr d bo'lsa, bu bundaq double tipliq bo'ldi. Buniki ma'lum birlam qiymat ilish undaq aldigan cheklim yo'q. Cheklim yo'q. Demakchilik biz mishadagi o'zgarish miqdori d ni bo'lsa, hozir qanday tipliq deb belgiladik deganda double tipliq. Double tipliq deb belgiladik. Yana bu percent tipliq bo'lsin bo'ldi, butun son tipliq bo'lsin bo'ldi. Ishqib o'zgarish doirasi night kengri bo'lgan bir tipliq son deb o'lsak bo'ldi. Ammo buning qiymati cho'qim necha bo'ldi deganda biz bir narsa demaymiz. Yani ma'lum bir 10 bo'lamdi, 20 bo'lamdi deganda biz bir narsa demaymiz. Shunash bu bir tal parametr. Buning bir tal muqim qiymati bo'lmaydi. Yani biz shu bir mutlaq qiymat tepishimiz jarayonida biz funksiyaning ochiqlik so'zi, funksiyasini aniqlash, uning ixtiyor qismini qanday chiqarishni o'rganib o'tdik. Kelasi soatdan boshlab tixim ishkilab ko'raylik. Bu soat darsimiz mishad aqlashdi. Darsimni yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ko'rayotganlar cho'liq yiroq misol filosofniki PHP programlash darsiga. Dars o'zgacha parad tursin. Darsimizni oxiriga kelsak, oldingi soatda biz mutlaq qiymatni tepish funksiyasi so'zlagan, bu soatda biz kvadrat ko'tarish funksiyasi so'zlab o'tmoqchi. Unda esa biz yangi matn birini qurib darsni so'zlashni boshlaylik. Bu soat bo'lsa, yana kvadrat bo'lsa, hammalarga tanishlik bo'lgan qism. Kvadratniki ma'nosi bo'lsa, masalan 2 ning kvadrati desak, 2 ning kvadrati desak, bu ama kvadrat chiqmag'achqa mabelga vbdiki kvadrat ko'tarish belgisi, daraja ko'tarish belgisi bo'lgansa, men shunaqa yozib qo'ydim. 2 ning kvadrati bo'lsa, ya'ni 2 ni o'ziga qanday 2 qitim ko'paytgan bilan, ya'ni 2 ko'paygan 2. Buni o'zini bir qitim ko'paytganga teng. Bir qitim ko'paytganga teng. Navoda 6 ning kvadrati desak, 6 ning kvadrati desak, bu nimaga teng deganda 6 ni o'ziga bir qitim ko'paytganga teng. Ya'ni o'zini o'ziga bir qitim ko'paytganga teng. Hozir biz demak kvadratimiz tushunib o'tdik, ham burun o'rganib o'tgan bu. Hozir biz misolda shunday bir kvadratni topadigan bir funksiyani tuzib chiqaylik. Ondan sonra biz atya qilib bir hozircha o'zgarish miqdorini birini alsak bo'ldi, amsak bo'ldi, ammo funksiyani biz tuzib chiqaylik. Function. Hamish anga qartimiz so'zchi. Function. Funksiyaningga belgilashning ochiqlik so'zi. Yani funksiya belgilayman degan ma'noda. Hozir biz kvadrat bo'lishqa biz o'zimizning tilimizdagi kvadrat degan bir uqumni. Ammo qisqaroq alsak bo'ldi, cho'nroq alsak bo'ldi. Ammo 256 xatni ish ketmasin uzunliqqa. Yoki 64 ni ishib ketmasin. Chiqib qisqaroq alsanlar bo'ladi. Shunaq bir kvadrat degan funksiyani biz belgiladik. Endi buningga ma'lum bir o'zgarish miqdoridan birini belgilab berishtiraylik yoki parametrni birini belgilab berishtiraylik. Hozir biz buni ishiga ilib yozgan vaqtimizda qanday bo'ladi deganda bu faqat o'zini o'ziga bir qitimlam ko'paytib bersa bo'ladi ekan. Unda esa ishiga qanday return jumla qilib shu y o'zini o'ziga bir qitim ko'paytib bersa bo'ladi. Ko'paygan y bo'ldi. Ya'ni o'zini o'ziga bir qitimlam ko'paytib bersa bo'lar ekan. Ana biz bu shuning eng oddiy holatni tuzib chiqib bo'ldik. Mana shu kvadratda chiqib beradigan funksiya. Hozir men o'zgarish miqdorini birini oldim. Buniga ortda ilib 20 ni berdim. Endi men bevosita buning qaytarilgan qiymati bo'lgan bo'lgach, yoki shu funksiya return jumlasi orqali mana kvadrat qaytarilgan bo'lgach, shu kvadrat degan funksiyani ishlatib buniki o'zgarish miqdor y emas, endi bu yerga qanday o'zgarish miqdor r2 men kvadrat tepib qaytarib chiqaray. Bu saqlatgandan keyin shuningki men bu 4-nisi bo'ldi. Shuning o'zini ijro qilay. Buni ijro qilsam indeksni ijro qilamsiz deb turib ekan. Ijro qilish degan mishiyatni basayli.
Qaydagan bolsak, bu yerdan bu 4 bo'ldi, hamda o'zgardi. 400 ne? 20ning kvadrati 400. Albatta bu yerga biz 6ning kvadrati 36 ga. Buni biz saqlab o'tib ijro qilgandan keyin qaydagan bolsak 6ning kvadrati 36. 6ning kvadrati 36. Bu chiqdi. Albatta bu mana bu eng oddiy bo'lgan kvadratni tepish funksiyasi. Tepish funksiyasi. Albatta biz bundaq eng oddiy bo'lgan funksiyalarni cho'qim o'zimiz yozalaydigan bo'lishimiz kerak. Bu yerga tushuntirib o'tish tegishli bo'lsa, bu yerga parametr y. Bu parametr y'ning bilan qiymat ilish darajasini belgilashlik bo'ldi, ammo ma'lum bir qiymat deb turish bo'lmaydi. Biz ma'lum bir qiymat deb bo'lish bo'lgan ahvolni keyingi qismlarimiz so'zlaymiz. Mana bu eng oddiy bo'lgan kvadratni tepish funksiyasi. Ammo shundaq bu eng oddiy bo'lgan funksiyalarni biz tuzishni bilsak bo'ldi. Ham bizning shu PHP program laylash darsimizda nimani qilib eng asosiy qilib so'zlaymiz ham shundaq programlarni tuzishni biz eng asosiy qilib yoki mig'izli qilib turib so'zlaymiz. Kelasi darsimiz ko'rishaylik. Bu darsimiz Misha daxlashdi. Xayr xo'sh.